Assalomu alaykum qadrli Yazovon 24 kanalining obunachilari. So'rang qo'li bilan. Mana bugun Chiqsa bo'ldi, yaxshi bo'lsa bo'ldi. Mana karachis deyapti endi. Bandan bo'lmasa bo'ldi deyapti. Bu akamiz professional sog'uvchi, antibreylarni ham shu odam ixtiro qildi desak to'g'riroq bo'ladi. Xudo xolasa xizmatinglardamiz. Mana yetib qo'yapti, to'g'rimi? Ayo, nomiga bo'lib turib qattiqlashar ekanda. Ana antibreyda xuddi shunday qilib taqasizlar. Bir razmer kichkina emasmi? Ha, bas. O. Meni nima qilding, nomard dedi-yu. Bu paqirdan tepgan shekilli oldin-a. Yukilibdi-yu. Mana yelillari. Bismillah. Ishiyapti yelillari. Bu suv qilish kerakmi? Yo'q, bolasi yemish kerak edi. Yo'q, bolasi yemish shart bas. Suv bo'lsa bo'ldi, suv. Issiq suv olib chiqing. Ha, bitta suv bering-da. Bu qarasha bo'y yotibdi. Juda Qachon? Hozir mana shu tepib ekan bo'ldi mana. Antibrey taqiladi. Muhammad o'zing yuvasanmi? Men yo'm. Ha, sog'ishni bilmadim. Professional sog'uvchida adashibman shekilli. To'rdan 5 ta baylab qo'yamiz, ana. 4da 5da. Ha, kechpayt adinni qilib qo'ydilar ham. Ha. Bezib qo'yapti bo'lsa. Ha. Endi sog'masak. Sog'ish kerak-da. Bolasiga qo'ysangiz ham bolasiga qo'yib oladi u. Hozir bayt Andijonga qarayapti bu. Ha, Andijon. Ha. Sentrimiz esa nima? Ulug'nor. Ulug'nor. Lekin faqat Yazovonga qatnaydi deydi. Birov Ha. qatnamaydi. Bunga bolasi yedirish kerak, bolasiga yedirish kerak ekan uni. U dort bor ekan. Yeni nomor rasa katta ekan anaqasi. Mazaq sog'as. Yo'q, qattiqmi shunaqa? Ha? Qattiq emasmi bunaqa? Qattiqda. Endi mana asha tepkirim olib mana, tepikkan bo'ldi endi hozir. Olishi mana tep formasi bo'ldi. Ta'satmi? Hozir sizlarga ko'rsataman mana. 3-razmerda turibdi bu mana. Bunisi 1da turibdi ekan mana. Zo'rlashtirib. Hozir knopkasini chiqaraman hozir. Chiqarib. Ha, chiqarishda mana chiqib ketaveradi bu narsa. Bu rezinka mana shudagi. Mana knopkasi mana baquvvat. Yaqindan ko'rsataylik-da, shekilli ko'rsam. Mana knopka. Ha, knopkasi. Voy jonim ey. Tepadi. Tepada mana. Bularsa mana eng kichkina razmeri mana. Ko'rsataman. Yog'i ham chiqaveradi mana. Eng kichkina razmeri mana. Buni ajinlarga bemalol tushaveradi. Bu endi 100 kilodan 1 tonnagacha-da, endi to'g'rimi? Endi hozir mana eng katta razmerni ko'rsataman. Hozir eng oxirgi razmeri mana. Oho. Men bu molga misol katta-da mana. Shunda qo'ysak katta ketdi. Bu gallan sementallarga bemalol tushaveradi bu. Bu sinmaydigan, bukilmaydigan, qiyshaymaydiganidan xudo xolasa garantiyali mana. 2 yildan beri shu narsani vodiyda chiqyapti, bu narsa Farg'onada, Yazovonda chiqyapti. 2 yildan beri bitta ham sinib qoldi yo bukilib qoldi degan yo'q bu narsani. Shu garantiyali baquvvatidan. Ha, nerjavika emas, bu temir bu. Alyumin emas, bu temir. Stenkasi qalin temirdan. Buni knopkasini zontedi knopkasi deyapti. Shunga nima deysiz? Bu zontediki emas bu. Baquvvat temirdan yasaladi, zontediki bo'lmaydi. Xo'p. Temir garantiyasi bor. Hozir mana kepyapti-da mana. Ha? Mana bu yoqqa kelib to'xtadi. Shet. Aqlda o'raymi? Yo'q, faqirni harom qilib. Bu yerga kelib turaylikmi, paka? O'shab turasizmi? Qo'y. Oh, Jonim ey. Ichida sut bor. ko'rdingizmi? Antibrey foydasini ko'rdingizmi? Voy jonim ey. Aka, joningiz umidi bo'lsa, bormaslik kerak ekan bu molni oldiga. Ha, teparkan.
Xullas mana shu tepyapti. Mana tepgan mol nimaga tepmay qoladi bu? Birinchi. Mana shu narsani tahsin nimaga tepmay qoladi? Razmerini o'zgartiraveriz. Ey, Ya, 3 ga qo'yib. 3 ga qo'ydingizmi yana qaytar? Hozir Bo'ldi. chotini qisib oldi. Tortildimi? Poy tortilyapti-da. Mana yerda poyi bor. Tortilyapti. Endi qarab turinglar mana. Hozir tepgan mol mana. Qaysi yilni? Yomon qalin aka, qattiq ekan yelini. Ha. Yerga sovuryapmiz endi hali ko'rsatish uchun endi. Taqirga so'yaylik bu. Oyog'ini xohlasa ham ko'tara olmaydi. Bu sog'layaptimi? Hali negativ bo'ladi-yu, bu effekt bermaydi, palon bo'ladi, piston bo'ladi. Effekt bermaydi degan odam mana buni bori shoqini 1,5 metr qilib qo'yadi, ha. Yugurib yuraveradi mol, odamlarga, ba'danaqa. Buni kalta qilib mana shunaqa qilib baylanadi. Teragimi, daraxtmi, liboy narsaga baylanadi, bo'ldi, tamom. Kalta qilib baylasa bor, liboy mol ketadi. Bo'ldi, mana buni olamiz. Olishni mana bunday qilib olinadi, mana. Bu bayerdan olinmaydi, mana tortilmaydi. Ko'pchilik mana maytdan tortadi mana. Bu tortmayog'i bayog'ida turibdi mana. Bu tepaga ko'tariladi mana. Ko'tarib mana osongina olinadi, bo'ldi. O'zini qiynab, molni qiynab tortayotganlar ko'p ekanda. O'zbekiston bo'ylab 200 ming. O'zbekiston 12 ta tuman nimasi viloyatiga, 12 ta viloyat tumanlariga, barcha tumanlariga dastlabkasi mutlaq bepul. Surxondaryomi, Qashqadaryomi, Xorazmmi, Nukusmi, shu Qoraqalpog'istonmi, Vodiymi, Farg'onami, bu joyga BTS pochtadan chiqarib jo'natiladi. BTS pochtaga borib to'lovni qilaverasizlar. Endi Aldamanglar lekin. aldaykanlarga qo'ya ketdi. Keyin bu sinsa, netsa garantiyasi bormi? Pulni qaytarib beramiz, aytsa. Bukilsa, yo bir narsa bo'lsa, shunday kartasiga pulni tashlab beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, tamom. Nima qilasizmi?